bolasini tashlab ketgan. Men endi buni nogironning balasi nima bo'ladi ham degan gaplarni eshitdim men, to'g'risi. Musulmonlar o'zi balamni dardiga Alloh shifo bersin. Siringomiliya degan kasallik bilan chalingan akam Rustam aka. Bu akamizda vaqtlar o'tgan sari assalomu alaykum. Mumkinmi aka? Rustam aka, sizdan so'ramasdan kelib video olyapti aka. Endi Alloh bergan dardni hamma musulmon birlashib davosini topishimiz kerak. Sizdagi dardni siringomiliya nomini ham to'g'ri ayta olmadim. O'sha haqida Parkin xalqiga, O'zbekiston xalqiga aytib bersangiz aka. Bu narsa men miyada suv yig'ilar ekanda bu. Kistami, suvmi shunaqa. Shu narsa ani nervni siqib qo'yar ekan. Keyin yotib qolishgacha ham boradi-da. Ani boshga apparat qo'ygan, mana apparat qo'ygan. Shu suv tortilib ketadi degan edi. Bir yillar ichida yaxshi bo'ladi degan edi-da. Turkiyalik doktorlar bilan suhbatlashganimizda noto'g'ri operatsiya qilingandi-da. Ular aytdi, hali umid bor ekan dedi. Unga 24 ming dollar pul kerak edi. Endi uni topish iloji yo'q hozir. Uylantirdik buni. Mana shu o'g'lim nogiron dedi-da, tashlab ketdi ikkalasi ham. Sizlardan iltimos, odamlar, insonlar, musulmonlar, o'zi balamni dardiga Alloh shifo bersin. Bizga yordam beringlar. Hech qaysi ona o'zini farzandini bu holatda ko'rishni xohlamaydi azizlar. Xudoga ishonadi mana o'g'lim. Xudoyim bor, apa qo'yavering, qilmang dedi. O'ng qo'li, o'ng tarafidan butun musulmonlarga va Rustam aka hozir og'ir, ahvoli og'ir. Men sizlarga video murojaat yo'llashimdan maqsad birlashishlik azizlar. Men sizlarga Sardor Rahimxon yoki bir Aziz Estet yoki bir taniqli bir katta bir bloger, aktyorman demayman sizlarga. Iltimos, bu video murojaatga befarq bo'lmasdan birlashib shu akamning dardiga shifo topaylik.